Trading sohasida уже hammani ko'ngliga teggan mavzu kurs. Kurs davomida 2200 dolar daromad. Kurslarimiz onlayn offlayn tarzda bo'ladi. Istagan kursingizda kanal kurs o'quvchi hisoblanadilar. Kurs deganni hisobiga. Bu mavzu уже globallashgan, O'zbekiston sharoitida juda ham bir stabil dohod turiga kirgan mavzu bo'lib qoldi. Ko'p treyderlar, qo'sh tirnoq ichidagi treyderlar orasida. Kelinglar, bu narsani hozir birgalashib foydasini avval undan keyin kurs olayotganda nimaga e'tibor qilishimiz kerak va kursda zararlari, qanaqa ma'noda zararlari, qancha bizga to'g'ri направленияda o'rgatsa ham mayli ekan, shu narsani o'zi bilgancha grafikka qarab, grafikka anqaytirib sizni o'rganadigan shu tema haqida gaplashamiz. Kurschilarda asosiy maqsadi nima degan narsaga yondashadigan bo'lsak, asosiy maqsad bu yerda stabillikni ta'minlash. Ya'ni targetdan pribil qilolmagan, pribil qilmagandan keyin qayerdandir u trader deb qo'shnisiga maqtangan, ota-onasiga maqtangan, boshqa narsa bo'lgan, daromad qilolmagandan keyin o'zini bu yoqqa uradi. Ya'ni hamma ham emas, qo'sh tirnoq ichidagi treyderlar ko'pchilik bu sohani tashlab ketgandan foydalanib, ularda asosiy maqsad auditoriya avval to'plash va auditoriyadan qanchadir bosim ostida pul yig'ish bo'ladi. Bu narsani umri uzoq emas. Shu narsa esinglarda tursin. Bu narsani umri uzoq bo'lganda bu yoqqacha kurschilar почти misol o'zini davrida 6 oy, 1 yil, 2 yil, 3 yil mobaynida karyerasida aytaylik rezultat qilib ketdi. Lekin bundan keyin ularda ham hozir почти bozor o'lgan holatda turibdi. Bu narsani yaxshi tushunamiz. Kelinglar, faqat negativ bo'lmaylik, negativdan avval foydali taraflari bilan sizlar bilan bo'lishsam. Kurs olganingizdan keyin foydalari, asosiy foydalari siz o'sha qo'sh tirnoq ichidagi yoki professional treyderda bosib o'tgan qadamlari va bu sohada qilgan xatolarini avvaldan bilasiz va sizga agar to'g'ri направленияda uni o'rgatadigan bo'lsa, ya'ni trading sohani daromadga chiqishda o'rgatadigan bo'lsa, siz bilasiz, что u odamni xatolarini siz takrorlamasligingiz kerak. Asosiy maqsad bu yerda upor shu yerga berilgan va bozorda siz просто kirdingiz bozorga, tushunmayapsiz nimadan keyin nima qilishni, hachabi sizga направление beradi. Чтобы shu narsani o'rgan, undan keyin bu narsani o'rgan, shunda senda rezultat bo'ladi degan temalarni sizga singdiradi. Bu foydalari. Ikkinchi foydali tarafi, kurs olganingizdan keyin ma'lum bir vaqtga yutasiz. Например, siz o'zingiz собственный o'rganadigan, ya'ni alohida bo'lib o'rganadigan bo'lsangiz bu sohani, например, oddiy predmetda yoki oddiy produktda o'sha kurs ichida bo'ladigan ma'lumotni, mahsulotni aytaylik o'zingiz собственный o'rganadigan bo'lsangiz, 1 yil mobaynida o'rgansangiz, kursda bo'ladigan bo'lsa 1 oy yoki 2 oyda shu narsani hachabi tushuncha olasiz va yo'lingizni qisqartirasiz. Xo'p, uchinchi foydasiga o'tadigan bo'lsak, kurs olganingizdan keyin haqiqiy trader, iltimos qilaman, haqiqiy trader bu yerdagi mavzuni faqat professionallar uchun aytyapman. Ya'ni professional darajada kurs beradiganlar haqida mavzu ketyapti. Shunga e'tibor qaratinglar, iltimos qilaman. Siz kurs olganingizdan keyin u odamlar hachabi tradingda qanaqa ishlanadi, qaysi pozitsiyalar aktiv bo'ladi va nimalarda siz shu yerda target qilishingizni, shu narsalarni ham bilasiz va qilgan xatolarni takrorlamaslikka harakat qilasiz. Bundan keyingi foydalari qaysi broker tanlash, depozitni qanaqa qilib boshqarish va shu depozitdan qanaqa qilib riskni minimallashtirish, risk management, money management degan narsalarni o'rganasiz. Bu foydalar edi. Endi O'zbekistonda siykasi prям chiqib ketgan kurslar temasida gaplashamiz. Endi negativ kutayotganlar yaxshilab o'tirib olinglar. Sizlar pribillarga gapirishga harakat qilaman. Qanaqa ma'noda pribillar gapirishga? Qanaqa qilib bu sohada, ya'ni kurs temasida yeb qo'ygansiz, nechtadirda ham o'qigansiz, rezultat olmagansiz, shular haqida gaplashamiz. Va-первых, o'zimni nazlimda aytib beraman. Ya'ni o'zimdan kelib chiqib aytib beraman. Men 8 ta joyda o'qiganman. 8 ta joyda 8 alasini ham yomon demayman. Hatta menga u yerda to'g'ri направление berganlar bor, ustoz deb tan oladigan, professional bozorga yondashadiganlar bor. Bulardan tashqari holatda men ham kami 5 ta odamdan yeganman. Bu yerda o'rgatilayotgan ma'lumotlar tekin, besplatno narsalar, undan tashqari u odamlarda qandaydir vijdon yo'q. Qanaqa ma'noda vijdon yo'q? Pulingizni oladi, undan keyin yo'qolib qoladigan temalar ham bo'lgan. Undan keyin ularda asosiy maqsadi kursdan pul yig'ish va shu pulni evaziga nimadirga erishish.
o'zida dushevniy yo'q shu tradingni orqasidan pribыл degan narsa va sizga o'shani обучениясini o'tkazish. Ikkinchisi, kurs oldingiz, o'qiyapsiz. O'qiyotganda mayli o'qing, gap so'zi yo'q, kurs zo'r narsalar o'rgatyapti, lekin o'zidan kelib chiqib qanaqadir o'zini o'ylab topgan strategiyalari bilan bozorga sizni yondashtirib yuboradi. O'zini o'ylab topgan strategiyasi, men bitta strategiyani o'rgandim, bitta strategiyani o'zim o'ylab topdim dedim, u joydan qochish kerak maksimal darajada. Chunki bozor 100 yil, 200 yildan beri bu bozor bor va bu yerda yangilik qilish, даже hedge fondlar yangilik qilishga qiynaladi, ya'ni yangi strategiya o'ylab topishga. Shu sababdan o'zim strategiya o'ylab topdim, o'zim strategiyam bilan bozorga kiryapman dedimi, u odam katta ehtimol bilan moshennik. Oddiy, например, aytadigan bo'lsak, har xil strategiyalar bo'ladi. O'zim o'ylab topdim deydi. Qarasangiz, ikkita, uchta asosni birlashtirib o'ziga qanaqadir strategiya qo'ygan bo'ladi. Например, indikatorlar bilan ishlaydiganlar RSI'ga qo'shimcha trend liniyani, globalni, lokalni yoki shunga o'xshagan predmetlarni birlashtirib o'ziga qanaqadir strategiya o'ylab topib, bu yoqda tipa korpusni zo'r qiladida, ichini ko'rmaysiz. Shunaqa situatsiyalar ham bo'ladi. Undan keyingisi, siz kurs olganingizdan keyin sizga bozorni ichini o'rgatmaydi. Faqat orqamda turgan обычный grafikka sizni o'tkazib qo'yadi va обычный grafikda bozorda по-любому hech nima ko'ra olmaysiz. Bundan keyingisi sizni MetaTrader 4-5 ga o'tkazib qo'yadi. Vaholanki bundan keyingi mavzuyimiz sizlar xudo xolisa поддерживать qilib tursanglar brokerlar haqida bo'ladi. MetaTrader 4-5 C-Trade, ya'ni boshqa individual brokerda ishlaydiganlarda ikki xil pozitsiya bo'ladi. E-book va B-book bo'ladi. Ko'pchiligi B-bookda bo'ladi. Ya'ni bozorga sizni haqqoniy pulingizni olib chiqmaydi va bu pulingizni olib chiqmaganning hisobidan va faqat sizga broker teskari yurganligi sababli faqat siz minus qilasiz, ya'ni broker sizga teskari pozitsiya ochadi. Menimcha sizlarda ham bo'lgandir, stopingizni qo'yasiz, stopingizni olib ketadi, shpilka tashlaydi, lekin boshqa grafikda qarasangiz, u shpilka yo'q bo'ladi. Shunga o'xshash vaziyatlar bo'ladi. Ya'ni kurs olgandan keyin dostoyno bo'lib u yerdan chiqib ketishingiz kerak. Qanaqa ma'noda? Mana shu inson menga shu narsani o'rgatdi, men dostoynaman. Hatto bilmaganimga shu narsani o'rgatdi, bilmagan narsam edi, shu narsa va shundan dostoynaman men deb chiqib ketishingiz kerak. Vaholanki bunaqa narsa bizda yo'q umuman. Sizni bu yoqda kurs sotib turib, pulingizdan qanaqadir manfaat undirish o'zi rezultat qilmaganga yarasha. Undan keyingisi, o'zi rezultat qilmaydi-da, lekin sizni yetaklamoqchi bo'ladi bozorga. Bu juda ham katta xato. Biror kimdan kurs olmoqchimisiz? Обязательно boring oldiga, nima qilgansan kursdan oldin, necha yil o'tkazgansan, iltimos shunda doказать qilib ber. Hatto prop kompaniyalarda ishlaganmisan yoki real balanslarda ishlaganmisan, qaysi brokerda ishlagansan, pul yechganingni ko'rsat. Mayli, agar iloji bo'lsa, balansing shunaqa $100,000, $200,000, $500,000 ko'rsatyapsa, o'shandan $10 yoki $100 yechib kartangga tushganini yoki kashalogingga tushganini ko'rsatib ber degan temani olib chiqish bo'ladi. Vaholanki ular 100% bu narsani ko'rsatib berolmaydi. Sababi o'zlari kurs ochayotganlarning juda ko'pchiligi rezultat qilmagan odamlar va shuni orqasidan bu yoqqa temaga o'tib ketganlar. Tasavvur qilinglar, bozor prям juda ham keng. O'zbekistonga kirgan trading sikasi chiqib ketgan. Qanaqa ma'noda? Bunga sabab aybdor va первых o'zimiz shu narsani ko'tarib olgan va bundan foydalanib qolgan kurschilar bo'ladi. Ya'ni fuflo narsani обычный grafikda sizga qanaqadir produkt o'tkazish maqsadida korpusni zo'r qilib, reklamani zo'r qilib o'tkazishi bo'lyapti. Va xalq уже oxirgi paytda tushunib yetyapti, что bular rezultat qilmasligiga o'zlari ham uvering bo'lishyapti. Va treyderlarda o'sha kurs sotadigan qo'sh tirnoq ichidagi o'ziga men professionalman deb yondashuv, o'ziga nom berib olgan asosiy treyderlarni gapi nima bilasizlarmi? Men treyderman, men odamlarga to'g'ri направление berishim kerak va shu направление orqasidan ular ham daromadga chiqish kerak. Bu qo'shimcha men uchun daromad. Bu narsani отказ qilmayman. Mana yepsam, qo'pol qilib aytganda shu narsani olib kirayotganlar, na o'zing ishlashni bilasan, qo'pol qilib aytganda kurs sotayotganlar, na rezultat so'rasa doказать qilib bera olmaysan. Qilib berishing mumkin. Qanaqa ma'noda?
bir ikki marta bozorda o'xshab qolgan pozitsiyalaringni, o'xshab qolgan $200 balansingni 300-400 qilganingni ko'rsatishing mumkin yoki termination akkauntlaringni ko'rsatishing mumkin, что demo akkauntlarda. Shu sababdan bu treyderlarga, o'sha qo'sh tirnoq ichidagi treyderlarga yondashilgan gapidir. Shu sababdan agar siz shu sohada kurs professional odamdan olmoqchimisiz, обязательно o'ylab qadam bosing. Hatcha sizga to'g'ri направление bersin u odam, aldamasin sizni. Odamlar shu darajada vijdonsiz bo'lib ketganki, ani ichiga kirgandan keyin odamlar tushunyapti, pul temasi odamlarda asl yuzi ochilinadigan joy, bir-birini roziligi uchun emas, bir-birini manfaati uchun harakat bo'layotganini o'sha ko'pchilik tushunyapti. Shu sababdan agar siz boshlovchi bo'lsangiz yoki to'g'ri направлениеda o'rganmoqchi bo'lsangiz, biror kishidan kurs olishni maslahat beraman, lekin обязательно siz iltimos qilaman, shu men aytgan urinlar bo'yicha shu odamni saralab oling. Qanaqa ma'noda? Avval rezultatini so'rang, bosib o'tgan yo'lini, undan tashqari akkauntdan aytsa pul yech bersin, qilgan natijasidan nimaga erishgan, например, olgan produktini kurslar orqasidan emas, haqiqiy targ'ibot qilib turib, shu summani orqasidan olgan produktini yoki mahsulot yoki uy yoki mashina shu narsasini обязательно so'rab, shunga qarab yondashinglar. Qo'pol qilib aytganda, biror treyder sizga kurs sotyaptimi? Shunaqalarni ko'rdim. Men majburman buni emotsiyada aytishga. Qanaqa ma'noda? Chunki ichim achishayotgandan. Kurs sotyapti, bitta bir kunda o'zida 2 ta 3 ta potok 2 soat, 3 soatdan o'tkazib yuboryapti. Amerikanskiy sessiyani даже sizlar bilan nima qilyapti? Birga kutaman deyapti. Kurs sotadigan agar bunaqa treyder bo'ladigan bo'lsa, o'zini targ'ibot qilgani umuman vaqti bo'lmaydi. Shu narsani ham hisobga olinglar. Ularda asosiy manbasi bu yoqqa, asosiy fokusi bu yoqqa, ya'ni kursga yondashilgan bo'ladi. Shunaqa treyderlarni ko'rdim, o'zi kurs qilgan va o'ziga qo'sh tirnoq ichida nom berib olgan. Men professionalman degan nomni berib olgan. Bular o'ziga nom berganlar, qachon sen professionalligingni doказать qilish uchun iltimos qachon dunyo tan oladigan 2-3 ta sertifikatga ega bo'l, kontraktlaringni ko'rsat. Investorlar bilan emas, mayli, lekin stabil daromad qilgan instrumentlaringni ayt, stabil dohod qilgan akkauntlaringni ko'rsat, undan keyin mayli, возможно, что o'zingni auditoriyadan foydalansang bo'ladi. Ko'p treyderlarning maqsadi, aytyapman sizlarga, yana o'qib shu narsaga beraman. Ko'p treyderlarning maqsadi sizlardan, auditoriyasidan pul yig'ish. Bu yerda vijdonni chetga surib, o'zining manfaatlarini ustun qo'ygan odamlar juda ham ko'p. Yaqin kunlarda ham ko'ryapsizlar, mediadagi falon puldan mancha qildim, 10 mingdan 500 ming qildim yoki 100 mingdan 300 ming qildim, 400 ming qildim deganlar bor. Mana yechib beradi, qo'pol qilib aytganda, u narsani broker. Nima uchun deydigan bo'lsanglar, men bozorga professional yondashgan bo'lsam, 50 ming balansni ustiga уже broker o'yin qilishni boshlaydi, sizga teskari pozitsiya qilib. Nimaga o'yin qilishni boshlaydi? Sababi boshda aytdim-ku, e-book, B-book bor. B-bookdagi treyderlar, ya'ni bozorga kuxnyaga olib chiqmaydigan treyderlar o'zini oldidan to'lab berishni xohlamaydi. Shuning uchun 500 ming yechdim, 400 ming yechdim degan odamlarni chetga surib qo'yinglar. Ular professional emas, ular termination akkauntda targ'ibot qilishadi yoki demo akkauntda targ'ibot qilishadi va shu narsani sizlarga ko'rsatadi. O'zbekistonga trading kirganda xalqimiz shu darajada bu narsani qabul qildiki, pulni oson darajada bozordan topaman, hech kimga muhtojligim bo'lmaydi deb turib, обучениyaga borda berishdi. O'qidinglar, malades, gap so'z yo'q, lekin to'g'ri направленияda o'qimadinglar. To'g'ri направленияda bozorda targ'ibot qiladiganlar, katta kontrakt bilan ishlaydiganlarda, hedge fond ishlaydigan odamlar bor. Endi xudo xolasa bizni qo'limizga o'tyapti, ya'ni sizlarni to'g'ri направлениyaga yondashtirish. Iltimos qilaman akalar, bozorga agar sizlar chuqur yondashsanglar, bozorda qay darajada chuqurligini bilasizlar. Qanaqa darajada ma'lumotlar ko'pligini bilasizlar. Ma'lumotlarni to'g'ri filtratsiya qilish kerak, lekin o'zingiz orqangizni qo'yib, addushi yondashadigan bo'lsangiz, bu ishda ham hech qanaqa kurssiz to'g'ri направление bilan rezultat qilsangiz bo'ladi. Kurschilar qachon yo'qoladi? Qachonki yuzi ochilganda va ularga klient kelmasdan qo'yganda yo'qolishadi. Klient kelmasligining asosiy sababi ko'pchilik boradi, borgandan keyin effekt olmaydi, effekt olmagandan keyin sekin chekkaga tortiladi va gap so'z tarqaydi xalq orasida, что u odamdan men rezultat qila olmadim. Chunki rezultat qilmasligi aniq edi. Sababi qachon to'g'ri направлениеda sizga shu narsani o'rgatganda edi, ya'ni bozorning chuqurligini,
bozorda siz ishlayotgan grafik fuflo narsaligini, katta hedge fondlar, katta igroklar, spotda ishlaydiganlar, Binance'da ishlaydiganlarda texnik tahlilga qo'shimcha ravishda boshqa instrumentlar borligini, bozorda ob'yom boshqarishini, yana bitta ikkitasini ko'rdim, bozorda Fibonacci ishlaydi. Fibonacci faqat shunaqa instrumentki qirralarni ochish uchun ishlaydi yoki bozorda blok boshqaradi, bozor likviddan likvidga harakat qiladi degan temani olib chiqayotganlar hammasi bozordagi massaga bog'liqligini esinglardan chiqarmanglar. Ya'ni обычный bozorda ham qaysi tomonda massa yuqori bo'lsa, shu tomonga harakat qiladi. Produktni ko'p bo'lsa arzonlaydi, produkt kam bo'ladigan bo'lsa va talab bo'ladigan bo'lsa, o'sha produktga narx tushadi. Shu narsani esdan chiqarmanglar. Kurschilardan ehtiyot bo'linglar. Xudo xolasa to'g'ri направленияda tradingda shunaqa qilib YouTube'da o'rgatishni boshladik biz. Tradingda umuman raqobat yo'qligini hammamiz yaxshi bilamiz, lekin O'zbekistonda raqobat bor. Qanaqa qilib deydigan bo'lsangiz, O'zbekistonda raqobat faqat kurschilar orasida bir-birini klientini olish, u klientdan qanchadir o'ziga pribel olgandan keyin yana boshqa klient shuni orqasidan jalb qilish va $300, $500, $1000, $2000 qanchadir siz qiynalib qayerdandir yig'ib yoki qarz olib kelib umid bilan kelganingizdan keyin shu narsani qo'lingizdan qo'pol qilib aytganda tortib olish bo'ladi. Akalarim, ukalarim, opalarim, singillarim, iltimos qilaman, bu sohani chuqurligini tushunib yetinglar. Bu yerda faqat grafikka qarab qolish kerak emas. Bu yoqda ekonomik faktorlar bor. Grafikning orqasidan nima tema ketyapti, kim ob'yom olib kiryapti bozorga, kim olib chiqyapti bozorga ob'yomda va bozor nima uchun harakat qiladi degan vaprosni o'zingizlarga beringlar. Bitta Fibonacci yoki urin yoki qanaqadir likvid zona yoki qanaqadir blok chizib qo'ygan yoki qanaqadir FVG'lardan bozor yurmasligini o'zingizlar chustid qilinglar. Xudo xolasa fikringlarni bu haqida kommentariyada kutib qolaman. Like va podpiska esinglardan chiqmasin.